Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bo'lajak obunachilar. Doktor neyroxirurg kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Jahongir, vrach neyroxirurg hamda vrach neyroxirurg doktor Habib. Doktor Habib Rossiya Federatsiyasi Novosibir shahriga xush kelibsiz. Tashrifingiz bilan qutlayman. Qanaqa taassurotlar Novosibirda? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Avvalambor Jahongirjonni tanishtirgani juda bir iliq kutib olishdi bizni. Novosibir shahridagi o'sha Novosibir federal neyroxirurgiya markazida endoskopik transnazal xirurgiya bo'yicha qisqa amaliyot kursi bo'ldi. Jonli operatsiyalar, laboratoriyadagi o'tkaziladigan amaliyotlar dostuplarda yuqori ko'tarinki kayfiyatda o'tkazildi, boshlandi, yaxshi iliq kutib oldi. Rus kollegalarimiz, hamkasblarimiz juda iliq munosabatda bo'lishdi biz bilan. Endi sizni yanada yaqinroq tanishtirib o'tsam, doktor Habib dastlabki yillarda Samarqand tibbiyot universitetini bakalavr bosqichida, undan so'ngra Toshkent tibbiyot akademiyasida magistratura bosqichini tamomlagan va so'ngra Yaponiyaning bir necha universitetlarida, ya'ni o'z obro'siga ega dunyo bo'yicha yuqori reytinglarda turadigan universitetlarda, so'nggi yilda esa Nagoya shahridagi Nagoya universitetida transnazal, ya'ni burun orqali endoskopda operatsiya qilish gipofiz adenomalarini mikroinvaziv yo'l bilan olib tashlash amaliyotini 1 yil davomida o'qib, o'rganib, ya'ni O'zbekistonga kerakli bo'lgan hozirgi kundagi yetuk kadrlarimizdan biri. Endi sizga savol, hozirgi kunda O'zbekistonda, ya'ni aynan sizni sohangizda qanaqa rivojlanishlar bo'lyapti? Ya'ni makroadenoma yoki mikroadenomalarda, chunki hozirgi kunda xalqimiz ko'pi bu narsani hali tushunib yetmagan. O'zbekistonda hali bu sohada, ya'ni aynan siz tanlagan yo'nalish bo'yicha rivojlanish u qadar katta emas deb men bilaman. Ya'ni siz hozirgi kunda, ya'ni mikroinvaziv yo'l bilan transnazal burun orqali kirib, kesmasdan operatsiyadan so'ng 2 kun, 3 kun davomida gospitalizatsiyadan keyin javob berayotgan sanoqli doktorlardan, ya'ni adashmasam yagona doktorlardan biri deb hisoblasak ham bo'laveradi. Shunday desak to'g'ri bo'ladimi? Da, bu avvalambor gipofiz adenomalari hozirgi kunda ko'pchilikda e'tibordan chetda qolayotgan va juda ko'p mutaxassislarda o'rtasida katta bir debatga sabab bo'ladigan patologiyalardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu kasalliklar bilan dastlab bemorlar, masalan, jinsga bog'liq holatda oladigan bo'lsak, ayol kishilar avvaliga ginekologlarga boradi, hayz siklini buzilishlari bilan, keyinchalik ginekologlar tavsiyasiga ko'ra endokrinologlarga borishi mumkin. Erkaklar androloglarga yoki bo'lmasam umuman o'zidagi bor o'zgarishlarni sezmasdan o'sha gipofiz adenomasi kattalashib, boshqa og'riq bergan payti nevropatologlarga uchrashi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lganki, ko'zidagi ko'rish o'tkirligi, ko'rish maydoni pasayishi hisobiga yoshga bog'liq holatda bu o'zgaryapti, qariyapmiz-da, qarichilik, ko'zim ketdi, bolam deb turib kelishadi-da bemorlar. Juda ko'p kechki davrlarda o'tkazib yuborishadi. Mana yaqinda ham bir bemor kelganda miyasini ichiga ham juda katta gipofiz adenomasi bor, taxminan 6 santimetr uzunlikda. O'zi gipofiz adenomasi 1 santimetrdan katta bo'lsa, o'sha makroadenoma, yirik gipofiz adenomalari deb hisoblanadi. O'zbekistonda bu soha so'nggi yillarda sekin astalik bilan rivojlanib bormoqda. Masalan, Toshkentda bir necha klinikada, sanoqli klinikalarda amalga oshiriladi va O'zbekiston bo'yicha bu sohada operatsiya qiladigan, jarrohlik yo'li bilan davolaydigan shifokorlar soni 5 taga yetmaydi. 5 taga yetmaydi. 5 taga yetmaydi-da. Va hozir hisoblaydigan bo'lsak, aniq shu bilan doimiy shug'ullanib keladigan, men bilaman, o'zim bilan qo'shganda 3 ta neyroxirurg. Ba'zan viloyatlarda, xususiy klinikalarda neyroxirurglar, otolaringologlar bilan ham bitta ikkita holatlarda, aniq bir tanlangan holatlarda operatsiya o'tkazganligini kuzatganmiz, lekin ammo doimiy bemorlar murojaat qiladigan markazlar va shifokorlar soni 3 ta yoki 4 ta, 5 taga bormaydi. Bu sohada yanada ko'p izlanishlar, yanada ko'p bir tadqiqotlar kerakligini ko'rsatib berayotgan bir fakt hisoblanadi bu. Sohani dastlabki rivojlanishi ilgari kuchli apparatlar bo'lmagan, endoskoplar O'zbekistonga kirib kelmagan. O'shanda boshni ochib, peshonadan yoki boshning yon tomonidan
kirib borilganda operatsiya juda bir xavfli tarzda o'tgan. Chunki miyani ma'lum bir qismlarini bosishga, chetga surishga to'g'ri kelgan bemorlarda hid bilish buzilishlari, hattoki ko'zda ko'r bo'lib qolish yoki hayotiga og'ir og'ir oqibatlarga olib keladigan jarayonlar, tutqanoq xurujlariga olib keladigan bo'lgan. Keyinchalik o'sha endoskopik texnologiyalar rivojlanishi natijasida sekin-sekin dunyo tajribasini o'rgangan holda O'zbekistonda ham shu burun orqali bosh ochmasdan endoskopda kirib olish yo'lga qo'yilib bosib, aktivniy hozirgi kunda amalga oshirilyapti. Nima kamchiligi bor deydigan bo'lsak, bu asosan gipofiz adenomalarida ko'pchilik hozir operatsiyaga qiziqyapti. Operatsiyadan tashqari O'zbekistonda aynan gipofiz adenomalari bo'yicha mutaxassislarning kamligi aynan neyroxirurgik statsionarlarda ko'pchiligida endokrinologlarni tajribali endokrinologlarning yetishmasligi, metabolizm bilan shug'ullanadigan mutaxassislarning yetishmasligi bir muammoga aylanyapti. Ya'ni bemorda operatsiyadan oldingi endokrinologik buzilishlar, gormonal o'zgarishlar, operatsiyadan keyingi gormonal o'zgarishlar bilan shug'ullanadigan mutaxassislarimiz kam. Xirurglarimiz bilamiz, ko'p mutaxassis kam bo'lgandan keyin operatsiyaga ko'p berilishadi. Masalan, bugun bitta gipofiz adenomasi bilan operatsiya qiladigan bo'lsa, ertaga yana operatsiya, indinga yana operatsiya qilishi mumkin. Mana bu holatlarda bemorda o'sha gormonal fonini ba'zan davolovchi shifokorlar, vrach assistentlaridagi yetarli ma'lumotlarning yetarli bo'lmasligi sababli shu sal oqsab turibdi. Tajribada yanvar oyida menga, yanvar emas, noyabr oylarida Turkiya davlatida yashab kelayotgan bir fuqaromiz, Xorazmdan bir opamiz murojaat qildi. Meni ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib borarkan, aytyapti, menda gipofiz adenomasi aniqlandi. Turkiyada doktorlar ko'rib operatsiya taklif qildi, lekin bu yerda mehnat migranti bo'lganim uchun topayotgan daromadim operatsiyalarga yetarli emas. O'zbekistonda qanday sharoitlar bor deganda, bizda yetarli hamma texnologiyalar bor, operatsiyada o'zi tajriba bor. Kelsangiz ko'ramiz, tekshirib deb aytganmiz. Chunki hammani menga Telegram, WhatsAppdan MRTlarni jo'natganda ham yo gormonal analizlar tahlilini jo'natganda ham menda operatsiya qilish mumkin deyman, lekin avvalo bemorni o'zini ko'rgandan keyin qaror qabul qilamiz. O'sha bemorimizda kelganda menga noyabr oyini oxirlarida yozadigan bo'lsa, 2026-yilda yanvar oyidan boshlab kela boshlandi. 5-yanvarda murojaat qilgan bo'lsa, 2 kun yoki 3 kun o'tib operatsiyaga oladigan bo'lganimizda bemorda davleniyasi, qon bosimi 90-60. Yursa bosh aylanib ketadi. Gormonal fonni tekshirsak, adrenokortikotrop gormoni pasaygan va uning natijasida ikkilamchi gipokortizalizm, ya'ni buyrak usti bezidan katexolaminlarni ishlab chiqarishi, kortizol gormonining kam ishlab chiqarilishi natijasida bemorda davleniya tushishi bo'lgan. Bizga ma'lumki, operatsiya davomida har doim gormonlar tushish ehtimoli bor operatsiya ichida. Endi gormonal boshidan kam bo'lsa, operatsiya vaqtida yana tushib ketishi mumkin va bemor operatsiyadan keyin narkozdan uyg'onmasligi, qon bosimi kritik darajaga tushib ketishi, shunaqa asoratlar bo'lishi mumkin. Shu holatlarni hisobga olib, bizlar operatsiyani rejadagi kundan keyingi qoldirishga majbur bo'ldik va bemorni endokrinologlar bilan hamkorlikda gormonga to'yintirib, o'sha gidrokortizon preparatlaridan berib, gormonal fonini yuqori darajaga ko'tarib olganimizdan keyin operatsiyaga oldik. Lekin intraoperatsion ham gidrokortizon gormon qo'ydik va operatsiyadan keyin ham gormonlar tushish ehtimoli bo'ldi. Shu holatlarda gormonal lecheniya bilan chiqardik. Masalan, operatsiya qilib faqat perevazka qilib uyiga jo'natib yuborishdan tashqari, jarohat bitishdan tashqari mana shunaqa gormonal fonni ham me'yorlashtirish kerak. Endi shu o'rinda yana savol tug'iladi. Ya'ni tomoshabinlar tomonidan albatta bu beriladigan savollar. Shu kungacha o'zingiz mustaqil nechta, ya'ni O'zbekiston sharoitida burun orqali kirib gipofiz o'smasini oldingiz va statistika darajasi qanday bo'ldi va qolgan boshqa chet davlatlar bilan solishtirganda hozirgi kundagi, ya'ni siz birinchi boshlagan paytingiz
va hozirgi kundagi taqqoslaganingizda o'sish darajasi qanday? Ya'ni hozirgi paytdagi aholiga, misol uchun hozir aytaylik Turkiya davlati, Rossiya, Koreya, Hindistonlarga borib bilmagan insonlar ya'ni operatsiya qildirib kelishyapti. Ya'ni ularga qanaqa tavsiya bergan bo'la olasiz? Ya'ni hozirgi kunda o'zingiz shu sohani ichida yurgan inson sifatida har qandaygi darajadagi gipofiz o'smalarini hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida olsa bo'ladimi yoki chegaralangan miqdorda olsa bo'ladimi? Demak, bu muhim va o'zi o'ta o'rinli savol. Og'riqli nuqtalari ham bor. Biz neyroxirurgiyada faoliyatimni neyroxirurgiya markazida boshlagan bo'lsam, dastlab rezidentura, undan keyin 2021-yildan boshlab vrach neyroxirurg sifatida ishlaganman. Juda ko'p operatsiyalarda qatnashganmiz. Yiliga 50 tacha operatsiya qilardik o'rtacha. Hozir hisoblaydigan bo'lsak, so'nggi 5 yil, 4 yil, 5 yil ichida 150-200 dan ortiq operatsiya qildik. Mani o'zim mustaqil ravishda operatsiya qilayotgan vaqtim 2024-yilning so'nggi vaqtlari, 2025-yilning boshlariga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda 20 dan ortiq operatsiyalarni amalga oshirdik. Aynan mana shu transnazal sohasida. Aynan burun orqali gipofiz adenomasini olish operatsiyasi. Bu 20 ta ko'rsatkich bir yilga yetarlicha, chunki gipofiz adenomalari bosh miya o'smalari yoki masalan umurtqa pog'onasi grijalariga o'xshagan juda ko'p tarqalgan emas. Lekin keng tarqalganlarning aksariyat hollari mikroadenomalar hisoblanadi. Ya'ni kichkina vaqtda gormonal o'zgarishlar chaqiradigan bo'ladi. Qolgan ko'pchilik ozgina miqdori, masalan, ko'pchilikdan oz qismi kattalashib, gormonal buzilishlar chaqirgani sababli yoki masalan yiriklashib ko'z nervini bosishi hisobiga aynan operativ, ya'ni jarrohlik amaliyotini talab qiladi. O'zbekiston sharoitida hozir har qanday apparatlar bor. Masalan, bizni shifoxonamiz yoki xususiy klinikalarni oladigan bo'lsak, men o'zimni tajribamda o'tkazgan klinikalar bu Farg'ona shahrida xususiy klinika Compass Hospital va o'zim ishlab keladigan shifoxona Milliy tibbiyot markazida burundan kirib oladigan endoskopik texnologiyalar, vizualizatsiyasi, qo'shimcha yordamchi instrumentlar va mutaxassislar yetarli. Hattoki Milliy tibbiyot markazida so'nggi rusumdagi robotik navigatsion sistemasi ham bor. Bu operatsiyalar bilan bizni Hindistonga, Turkiyaga borib keladigan bemorlarimiz erishgan natijalarda o'zimiz erishgan natijalar bilan deyarli bir xil. Endi har doim ham gipofiz adenomasi hammasi olinavermaydi. Sababi u yon tomonga ikkita uyqu arteriyasi bor, bo'yindan kiradigan. O'sha uyqu arteriyasini o'rab olib, o'sadigan bo'lsa, nisbatan yoshi kattaroq odam bo'ladigan bo'lsa, u uyqu arteriyasini atrofini tozalash uyqu arteriyasiga ziyon keltirishiga katta sabab bo'ladi. Natijada bemorning hayoti xavf ostiga qolib ketishi mumkin. Endi o'zingiz tasavvur qiling, 50-60 yoshli insonga ko'zini atrofi, nervlarni tozalab, qon tomir joyi qoldirilgan taqdirda bemor uchun xavfsiz bo'ladi va keyinchalik u teginmasdan yoki oddiy bir dopamin agonistlari, Kabirganin, Dastinix bilan davolangan yoki nurb terapiyasi bilan to'xtatib turilganda bemorni umrini oxirigacha bezovta qilmasligi mumkin kattalashish hisobiga. Lekin bezovta qilishi mumkin gormonal buzilishlar. Topilmaydigan gormonni o'zi hozir hamma agar nimadir qaysidir gormon yetishmaydigan bo'lsa, albatta tashqaridan tabletka, inyeksiya ko'rinishida qabul qilishlari mumkin. Yana bitta savolga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda ya'ni ginekologlar tomonidan ko'p qo'yilayotgan xatolardan biri, ya'ni agar ya'ni ayollarimizda hayz sikli buziladigan bo'lsa, ular gormonalni tekshirishib turib, nima uchun shu aynan gipofiz adenomasiga shubha qilishmayapti. Bo'ladi-ku, ya'ni ko'p holatlarda gipofiz adenomasida, ya'ni o'simta bo'lishi tufayli ko'p holatlarda oilalarimiz buzilib ketyapti. Ya'ni shunga tashxis qo'ymaslik vrachlar tomonidan qo'yilayotgan xatolikmi yoki ularni shu aynan gipofiz sohasida o'simta bo'lishi mumkinligi to'g'risida tushunchaga ega emasliklarimi? Bunga qanaqa qaraysiz? Bu holat o'zingizda tajribangizda o'tkazganmi? Ya'ni ginekologida bir necha yillar davomida davolanishgan, lekin ginekolog ularga gipofiz adenomasi haqida tashxis qo'ymagan.
siz tekshirgansiz, tekshirgan holatingizda gipofiz adenomasi kelib chiqyapti. Aytaylik, operativ yo'l bilan yoki konservativ yo'l bilan davolagan paytingizda gormonlari balanslashgan holatda, ya'ni homila vujudga kelishi bo'lganmi? O'zingiz tajribangizda o'tkazganmi shunaqa holatlarda? Qarang, juda qiziqarli savol. Nima desam ekan bunga? Bunga qanaqadir tibbiyotda bo'ladigan xatoliklar deb qarash qanchalik to'g'ri bilmadim. Bunga asosiy sabablardan biri bu mutaxassislarni keng qamrovli ma'lumotlarga ega emasligi. Ya'ni hozirgi zamon tendensiyasi shunga olib borilyaptiki, ko'pchilik hamma sohada, nafaqat meditsinada, boshqa sohalarda ham tor mutaxassislar bo'yicha ketilyapti. Yoshlarimizda ham shunaqa narsa borki, masalan, oddiy neyroxirurgiyadan talabalarga dars bergan vaqtimiz ko'pchilik talabalarni bee'tibor o'tirishi, loqaydliklarini ko'p kuzatganmiz. Kechirasiz, siz nega aynan bizni sohaga qiziqishingiz kam degan savol berganimizda, yo'q, men baribir ginekolog bo'laman, yo travmatolog, plasticheskiy xirurg yoki nevrolog bo'laman. Men neyroxirurgiya shuning uchun ko'p qiziqmayman. Kechirasiz. Bizani neyroxirurgiya sohasi, nerv sistemasi butun bir hamma sohani ichiga kirib boradi. O'shaning uchun ham ginekologlar boshida o'sha gormonal xastaliklar buzilsa, avvaliga turli xil dorilar bilan davolashga harakat qilishadi. Dorilar bilan davolab ko'rgandan keyin, natija bermagandan keyin esa yana gipofiz adenomasi bo'lishi mumkin degan tushuncha bilan to'liq chuqurlashtirilgan tekshiruvlarda, masalan, bosh miyani MRT qilish yoki bo'lmasam gormonal tahlillar o'tkazishga qaror qilishadi. Lekin bizga ma'lumki, butun dunyoda har bir kasallikni davolash standartlari bor. Masalan, ingliz tilida clinical guidelines desa, по-русски kliniskiy protokollar deymiz. Bunda bitta oltin qoida bor. To'g'ri tashxis bu yarim davo deyiladi. Biz bemorlarda qanaqadir cheklanishlarini yoki MRT qilishdan, gormonal buzilishlarda bosh miyani MRT qilishdan yoki gormonlar tahlilini o'tkazishdan, ortiqcha tekshiruvdan o'tkazishdan birinchi aniqlangan paytda biz cheklanmasligimiz kerak. Birinchi to'g'ri tashxis qo'yib olsakkina, keyin to'g'ri davo bo'ladi. Masalan, aminoriya deydi, hayz-siklini bo'lmasligi yoki hayz-siklini kamligi, oligomenoriya. Bu holatlar gipofiz adenomasida ham kuzatiladi, ginekologik kasalliklarda ham kuzatiladi. Endi o'ylang, ginekolog kelgandan keyin u faqat ginekolog kasalliklarni o'ylamasdan nerv bilan bog'liq, gipofiz bezi bilan bog'liq holatlarni ham chuqurlashtirib, hammasini tekshirib, hamma imkoni bor bo'lishi mumkin bo'lgan sabablarni birma-bir tekshirib, to'g'ri tashxis qo'ysagina, mana shunda shunaqa uzoq muddatli effektsiz, samarasiz davolanishni boshidan kechirgan bemorlar bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Yaxshi. Ya'ni olib qarasak, hozirgi kunda siz o'zingiz tajribangizdan kelib chiqqan holatda, ya'ni biroz oldin gaplashganimizda, kamerasiz gaplashgan paytimizda siz aytdingizki, Jahongir butun dunyo, ya'ni klinik rekomendatsiyalarini o'rgangan holatda juda ham ko'plab bemorlarni operatsiya yo'lisiz davolashga erishdim. Ya'ni klinik rekomendatsiyalarga asoslangan holatda deb o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz. Demak, hozirgi kunda adenoma gipofizini agar boshlang'ich davrlarda aniqlansa yoki aytaylik birinchi bosqichigacha bo'lgan yoki birinchi bosqichida aniqlaydigan holatlarda bo'lsa, ya'ni buni medikamentoz yo'l bilan, ya'ni dori-darmonlar bilan tig'siz holatda siz o'z tajribangizda bir necha kasallarni davolab o'tgansiz. Xuddi shunday. Menga 2025-yil oxiri, 2026-yil boshlarida 4 ta bemor murojaat qilgan. Shundan ikkitasini misol keltiraman. Bir bemorimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahridan oilali 2 yil bo'lgan, turmush qurganiga erkak kishi. U kishini xotinlari, ya'ni erkak kishini opasi hamshira bo'lib ishlagan, hamshiraga murojaat qilganda, o'sha erkak kishida libidoning pasayishi, ya'ni jinsiy hayotga nisbatan qiziqishni, jinsiy aktni kamayishidan shikoyat qilgan.
e'tibor bermagan. Chunki bilamiz, yosh organizm, baribir yoshlar bunaqa yoshda juda faol bo'lishadi. Lekin ularda bunaqa emas. 40 yosh, 50 yoshli erkaklarga xos tarzda o'tgan. Keyinchalik bemorimiz rul boshqaruvida qiyinchiliklarga uchragan. Biz rulni boshqarib ketamiz. Ikki ko'zimiz bokovoy oynalarda bo'ladi. Gipofiz adenomasi kattalashib, ko'z nervini bosgandan keyin odamda periferik ko'rish yo'qoladi. To'g'rini ko'radi, bokovoylar ko'rinmay qoladi. Shunga e'tiboran bemorda sekin bosh og'rish paydo bo'lgan. Bizga kelishdan oldin Samarqanddagi bir necha neyroxirurg, endokrinologlarga murojaat qilgan, Toshkent shahriga murojaat qilgan. Hamma joyda demak ko'z nervini bosyapti, operatsiya qilish kerak, ko'z ko'rib qolishi mumkin degan takliflar bo'lgan. Menga ham murojaat qilganda bemor meni qabulimga kelmadi. Bemorni qarindoshi tibbiyot xodimi bo'lgani uchun MRT disklarini, qon analizlari, gormon tahlillarini yubordi menga. Men klinik protokollarda o'rganish chog'imda oxirgi 2025-yilda Amerika Congress of Neurological Surgeons Practice Guidelines on Pituitary Tumors dedi, gipofiz adenomalarida davolash standartlari va Italiyanikida ko'rib qoldim bir narsa. Qachon operatsiya qilish kerak, qachon dori bilan davolash kerak, aniq tiniq qilib yozib qo'yilgan. Bu meni tajribam emas, O'zbekistondagi 500 ta operatsiyaga tayangan operatsiya emas. Bu dunyoning ekspertlari taklif qilgan operatsiyalar, standartlar hisoblanadi. U yerda yozyapti, masalan, Italiyanikida yozyaptiki, birinchi davo bu aynan prolaktinomalarda hayz siklini buzilishi, libidoni pasayishi bilan kelib chiqadigan prolaktinomalarda birinchi navbatda tanlov preparati bu dopamin agonistlaridan kabirgalin va bromkriptin. O'sha kabirgalin, bromkriptinni ichida eng effektivligi 98% gacha samarali natija ko'rsatadigan bu kabirgalin hisoblanadi. O'zbekistonda Dastinex ko'rinishida ishlab savdo aptekalarda mavjud. Shu degan, agar bemorda hattoki ko'zida buzilishlar, bosh og'riqlari bo'lganda ham 2 hafta davomida minimal dozada, ya'ni yarimta tabletkadan 3 sutka davomida, ya'ni har haftaga 2 mahaldan bo'ladi. Ya'ni 0,5 gramdan 0,25 milligramdan 0,5 milligram qabul qiladi bir haftada. 2 hafta davomida qabul qilsa neyrooftalmologik o'zgarishlar, yaxshilanishlar bo'ladi deyapti. Ya'ni bu nima degani? Ham ko'zi yaxshilanadi, ham bosh og'riqlari qoladi. Ikkinchisi, uzoq muddat o'zgarishlar, o'sha neyrooftalmologik o'zgarishlar bo'lmasa deyapti. Ikkinchisi, uzoq muddat mana shu dopamin agonistlari, kabirgalin, bromkriptinlar bilan davolash samarasiz bo'lganda yoki bo'lmasam o'sha dorini ko'tara olmaslik yoki bemor uzoq yillar davomida shu dorini ichishga xohlamagan holatda deb tanlov beryapti odamlarga. O'sha endoskopik transnazal transfenodal usulda, ya'ni burun orqali olib tashlash tavsiya qilinadi deyapti. Ammo bemorimga 4-dekabr kuni o'sha yigitga yarim tabletkadan kabirgalin, ya'ni Dastinex tabletkasini dushanba, payshanba kuni ichasan, 2 haftadan keyin ko'ramiz dedim. Lekin O'zbekiston xalqi bilasiz, biroz bemorlarimiz mas'uliyatsizroq yondashadi. Ba'zan tabletkasini ichadi yo ichmaydi. Men shu narsani cho'zdim tabii. Sen bemor bilan doim aloqada bo'lib turamiz, ko'zing yaxshimi, yomonlashmayaptimi, bosh og'riqlaring og'irlashmayaptimi? Bir oydan keyin gormonlarga ham, prolaktinni ham tekshiramiz, MRT ham qilamiz. Bir oy o'tdi, 6-yanvar 2026-yil gormon topshiryapti, MRTga tushyapti. Bemorda ko'z nervini bosib turgan adenoma kichrayib, pastga tushib, taxminan 35-40% massasi yo'qolib kichrayapti. Bemordan so'rasam, ko'zini ko'rishi ham yaxshilangan, jinsiy hayotda ham faol. Ya'ni konkretni natija bergan bunga bemorga. Mana bu holatlarda albatta biz xirurglar bemorlarga tavsiya qilamiz o'sha dori bilan davolanishni. Bu zolotoy standart. То есть butun dunyoda, hatto Amerika, Yevropa, Yaponiya, Germaniyalarda ham tavsiya qilinadigan davolash usuli.
suhbatimiz boshida bir narsa bo'ldi, Novosibirskdagi Federal Center markazini tajribasi. Bu tajribada men endokrinolog bilan gaplashyapman. Juda katta yirik hajmdagi adenomani ham endi to'g'ri operatsiya qilinganda tezroq tuzalishi mumkin edi, lekin bemorni operatsiyani ko'tara olmagan. Ya'ni operatsiya qilsa juda ham og'ir asoratlar kelib chiqishi bo'lgan. Operatsiya narkozga qarshi ko'rsatmalar bo'lganda haftasiga 9 ta tabletka bergan. Haftasiga 9 ta 3 mahal. Xo'sh, har kun kechqurun soat 10larda 3 ta tabletka cherezdin ichgan. 9 ta tabletka ichgan haftasida natijasini ko'rsatyapti. Kattakon gipofiz adenomasi so'rilib ketgan. Bu masalan juda ham yuqorida aytganimizdek kabergalin dorisi juda yaxshi ta'sir beradi, lekin hammaga ham emas. Xo'p, endi operativ yo'l bilan davo ko'rgan paytimizda, ya'ni operatsiya paytida yoki operatsiyadan keyingi siz kuzatgan yoki kuzatilishi mumkin bo'lgan eng yomon asoratlar bu, ya'ni transnazal transfenodial uslubda bo'ladimi? O'zi biz bilamizki, barcha xirurgik sohada, xirurgik profilda ishlaydigan vrachlarda albatta xohlaymizmi, xohlamaymizmi, qandaydir asoratlar bo'ladi. Hech qaysi xirurgik usulni mutlaqo xavfsiz yoki mutlaqo asoratsiz deb atab bo'lmaydi. Aynan sizni sohangizda eng yomon kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlar bular qaysilar? Gipofiz adenomalarini operatsiya oldi, operatsiya vaqti va operatsiyadan keyingi bo'ladigan asoratlari og'ir va yengilligi va uchrash chastotasi bor. Eng ko'p uchrashi mumkin bo'lgan asoratlar operatsiyadan keyin bu miya suyuqligini burun orqali oqish. Ya'ni gipofiz adenomasini olayotgan vaqtida turk egarining diafragmasi bo'ladi. Diafragmani endoskopik vizualizatsiya olib bo'lgandan keyin ko'rganimizda qanaqadir yirtilgan, tirqishli joyi bo'lmaydi, lekin suv tomib turadi. Yoki bo'lmasam diafragma yirtilgan joyi bo'ladi yoki butunlay yemirilgan bo'lishi mumkin. Mana bu holatlarda intraoperasionniy burundan suv oqish holati kuzatiladi. Lekin mana shu yamash texnikalari, turli xil gemostatik gubkalar, klilarni ishlatish natijasidan keyin ham butun dunyoda hozirgi kunda o'rtacha 5-7% dan 15% gacha mana shu burundan suv oqish ko'rsatkichi bor. Bu har bir bemorda turlicha bo'ladi. Katta adenoma qanchalik yirik bo'lsa, turk egari diafragmasini zararlanish ehtimoli va miya suyuqligini oqish ehtimoli ham shuncha yuqori bo'ladi. Bundan tashqari biz aytdik, adenoma yon tomonga, ikki tomonda kavernozli sinus, ichki uyqu arteriyalar tomonga o'sib kirgan bo'lishi ham mumkin. Operatsiya vaqtida olinganda mana shu ichki uyqu arteriyasini o'rab turgan kavernoz sinusdan passivniy yoki aktivniy venozdan qon ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Bu uchrab turadigan xirurgiya bilan bog'liq bo'lgan asoratlar. Va yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, oddiygina gormon yetishmovchiligiga e'tiborsizlik operatsiya vaqtida davleniyani tushib ketishi va yurakda, nafas sistemasida bo'ladigan asoratlar. Endi bular juda kam hollarda uchraydi. Men yuqorida aytgan 20 dan ortiq operatsiyalarda intraoperatsion 3 ta yoki 4 kishida burundan suv oqish kuzatilgan, turk egari diafragmasini yirtilishi. Lekin bizlar 3-4 qavatlab klilarni, gubkalarni qo'yib, klilarni sepganmiz, hattoki hadatfalab orqali shilliq qavatni yopgan taqdirimizda bunaqa nazalniy nekvarin holati kuzatilmadi. Hammada har xil. Semiz odamlarda ko'proq uchraydi. Sababi qorindagi yog', og'irlik, pastki qavvaki venani bosishi miyadagi bosimni oshishiga olib keladi. Va buning natijasida bosim baland bo'lgandan keyin suv tirqishlab chiqishi mumkin. Bu narsani 100% isключить qilib bo'lmaydi. Men 22-yil Yaponiya Nagoya universitetida o'qigan paytimda bir holatga duch kelganman. Buni yaponiyalik ustozlarim doktor Takevichi o'zini butun dunyoga neyroxirurgiya jurnalida ham maqola chop etgan. Ya'ni Yaponiyada shunchaki rivojlanganki, ular mana shu miya pardasini tikkandan keyin, adenomani olib bo'lgandan keyin miya pardasini kollagen matrix durajen bilan suv chiqmaydigan darajada tikib chiqadi. Shunaqangi ingichka va orasini mayda qilib uzluksiz tikib chiqadi.
interpression bemorni bo'g'ib ko'ramiz. Valsalvasini nimasini sinamasini qilib hech qanaqa suv oqish bo'lmaydi. Lekin undan keyin ham o'sha joyda miyadan suv oqish kuzatilgan o'shanda. O'shanda ular nimaga deb olib ko'rgan, o'zini maqolasida yozib qo'yibdi. Olib ko'rganda, masalan, miya pardasi olinadigan bo'lsa, miya pardasini qonagan payti bir chetini koagulyatsiya qilib ketgan ekan, kuydirib. Endi kollagen matriks turibdi, atrofida bundoq tikib chiqqan. Mana bu joyiga kelganda bu yerda ham tikkan, lekin mana bu kuymagan miya pardasida kollagen matriks bilan biriktiruvchi to'qimalar o'sishi va yopilib ketishi, birikib ketishi kuzatilgan bo'lsa, mana bu kuygan-ku, jarohatlangan-ku miya pardasi. Bu yerda kuzatilmagan. Ya'ni fibrinolis, ya'ni biriktiruvchi to'qimani o'qish kuzatilmagan, mikroskop ostida ko'rishgan. Demak, kollagen matriks zararlanmagan miya pardasi bilan qo'shib tikilsa, birikib ketishi mumkin. Agar kuydirilgan bo'lsa, qilish kerak emas deb qayta bemorni operatsiyaga olib, o'sha qattiq miya pardasi kuygan joyini kesib tashlab, yana qo'shib tikkandan keyin u yerdan suv oqishi kuzatilmagan. Mana bu holatlarga juda ham e'tibor berish kerak. Hech qaysi shifokor, masalan, qaysidir bemorimda asorat kuzatilsin deb operatsiyaga olmaydi, lekin afsuski butun dunyoda mana shunaqa statistika bor. Biz maksimal harakat qilamiz bu statistikani miqdorini kritik darajasiga kamaytirishga. Xo'p, endi bu ya'ni aynan mana shu likvariya ko'p uchraydigan, ya'ni chastotan jihatdan ko'p uchraydigan asoratlardan biri. Xo'p, operatsiyadan keyin yana o'zingiz aytib o'tganingizdek, gipofiz adenomasi kavernos sinus tarafga yoki yuqori arteriyasi tarafga yurganda biz bilamiz, ya'ni ko'zni harakatga keltiruvchi nerv joylashgan ikki tarafda okulomatoris deymiz. Ya'ni operatsiyadan so'ng bemorda ko'z harakatida asorat bo'lishi mumkinmi? Ya'ni aytaylik, ptoz yoki qovoqni tushib qolishi yoki ko'zni qorachig'ini harakatida biron bir kamchilik, nevrologik defitsit paydo bo'lib qolishi mumkinmi operatsiyadan keyin? Ya'ni operatsiyagacha bo'lmagan holat, lekin operatsiyadan keyin mana shu narsa paydo bo'lib qolishi mumkinmi? Qay darajada bo'lish ehtimoli bor? Albatta bu bo'lishi mumkin. Nafaqat operatsiyadan keyin, operatsiyadan oldingi miqdorda ham, operatsiyadan keyingi ko'z harakatini o'sha kavernos sinus ichida nervlarni bosilish sindromiga sabab bo'ladigan bitta narsa, bu yuqorida ta'kidlashayotgan chiqibdi. Gipofiz adenomasida qaysidir qismi qoladigan bo'lsa, o'sha qolgan qismi qonash xususiyatiga ega. Ya'ni adenoma qonagandan keyin mana kavernos sinus qismi qoldi. Qonasa, u qo'shimcha ob'yom beradi-da, nervlarni bosilishini hisobiga mana shunaqa ko'z yopilib qolish sindromi uchraydi. Operatsiyadan keyingi holatlarda aynan kavernos sinusdagi qonagan qonlar kamroq uchraydi, juda ham kam. Sababi biz olganimizda nisbatan baribir dekompressiya bo'ladi. Lekin operatsiyadan oldin e'tiborsizlik natijasida qonash ko'p kuzatilgan. O'tgan oy mobaynida dekabr oylarining oxirida Farg'onada bir onaxon shunaqa bo'lyaptiki, uyida yotib qolyapti, holsiz, ishtahasiz. Skori keladi, davleniyasi tushibdi deydi, o'lchab ketadi, qaytadi, kofe ichsin, shokolad yesin, novvot choy bering, mana shunaqa. Hattoki bilasizmi, Abubakr Riyoziymi, Qo'qon shahrida qanaqadir klinika bor, bilmadim. U yoqqa borib tekshiruvdan o'tgan, neyroxirurg ham ko'rgan, endokrinolog ham ko'rgan. Bitta ko'z yopilib qolganda nima degan? Onaxon, sizda 3 shoxli nervingiz, traynichniy nerv shamollagan degan. Endi qarang, u menga yozyapti, opa, men sizni kuzatib boraman YouTube kanalidan, Instagramdan, bizga yordam bering. Men ko'z yopilgandan endi mutaxassisman, birdan miyamga gipofiz adenomasi kavernos sinusga qon qo'yilgan degan xayol keldi. So'rayapman, holsiz, holdan toygan, davleniyasi nechi deyapman, davleniyasini o'lchamadim, o'lchayman. Kavernos sinusga qon qo'yilgan, gipofiz apopleksiyasini asorati, faqat qon qo'yilish emas, u yerda infarkt bo'lishi ham mumkin. Gipofizda o'tkir qon aylanishini buzilishi, pangipopituitarizm, ya'ni barcha gormonlar tushib ketishi. U onaxonda AKTG, kortizol, sobonni TTGlar tushib ketgan. Gipotireoz ikkilamchi.
ikkilamchi gipokortizm rivojlangan. Uni davlinasi past, holsizligini bilib, men unga bitta deksametazon qiling dedim. Garmon. Deksametazon qilgandan keyin ancha yaxshi bo'ldi. Unda dedim gidrokortizon toping dedim. 20 milligram gidrokortizon olib tabletkasini ichining dedim. Ichirdi. Onaxonda sal o'zgarish bor. Bo'ldi, davom et. Men AKTga kortizonni ko'rganim ham yo'q. Pitoz bor edi, ko'zda oftalmopligi, ko'z harakatlantiruvchi nervi to'xtab qolgan, ko'z qotib qolgan. Ko'z bundoq o'ng tomonga qarasa, o'ng ko'z to'g'riga qarab turadi, chap ko'z o'ng tomonga qaraydi. Chap ko'z, ikkala ko'z ham chap tomonga qaraydi, lekin o'ng tomonga qaramaydi bemorning o'ng ko'zi. Men o'yladimki, bu demak gipofiz adenomasi, davlinasi tushyapti, pitoz bor, apopleksiya bor. Davay gidrokortizon bilan davolanish boshladik. Keyin bemorni juma boshlagan bo'lsak, analiz olish uchun dushanba analiz oldi. Dushanba biz Qo'qonga boramiz, analiz olamiz deyishdi. Bo'pti, menga tashxis. Dushanba kuni ham analiz olmasdan to'g'ri Toshkentga borgan. Toshkentda bizlar ko'ryapmiz, AKTga kortizon, mana shu yuqoridagi gormonlar hammasi tushib ketgan. Bemorda katta ko'zi ham ko'rmayapti, xiralashib ko'ryapti ko'z. Opajon, operatsiya qilish kerak, lekin gormonal yetishmovchilik bo'lgani uchun birinchi gormonga to'yintiramiz, keyin operatsiya qilamiz. Lekin bir vaqtlar u odamni bir qarindoshi, kattaroq qarindoshi e'tiborsizlik natijasida o'sha aynan gipofiz adenomasi juda kattalashib, ko'r bo'lib qolgan. Burdinkaga borgan, Rossiyada operatsiyalar qilib, doktorlar aytgan, ko'r bo'lib qolibdi, foydasi yo'q, bekor. Og'ir holatga kelgan, foydasi yo'q deganda bemor keyin qaytarib olib borgan Farg'onaga, halok bo'lgan shu kasallikdan. O'sha tragediya bu oilaga juda qattiq ta'sir qilgan. Natijada uni qizni, o'sha onaxonni qizi aytyapti, mendan otam, aka-ukalarim tilxat yozdirib oldi. Operatsiya qildirmayman deb tilxat yozdirib olib, keyin ruxsat berdi sizni oldingizga kelishimga. Bo'pti, mayli operatsiya qilmaysiz, o'zingizda xohishingiz. Lekin men bo'lishi mumkin asoratlar oldim. Gormonal terapiyani boshladik. Ishonasizmi, onaxonda o'zi 2-3 kundan boshlab yaxshi holatga keldi. 30-dekabrda biz uyiga javob berganmiz. Undan keyin bizga bemorni videolari, boshida ko'zi yumilib qolgan, keyin ko'zi ochilgan, bemor qanday holatda, qanchalik xursand bo'lgan videolarni ham yuborgan. Hozir bemor xursand va juda yaxshi holatda. Bu bilan nima demoqchimiz? Bu asoratlar operatsiyadan oldin ham bo'ladi, operatsiyadan keyin ham bo'ladi. Operatsiyadan keyin men student vaqtlarimda, magistratura vaqtlarim va markazda eng birinchi ishlab yurgan paytlarim ham o'sha qon quyilish kuzatilgan. O'simtani o'rniga, to есть gipofiz adenomasi bir qismi qolsa qonab qoladi. Bu opasniy, chunki insult u ham birdan apopleksiyaga olib keladi. Agar shu vaqtda mutaxassis bo'lmasa, gormonal fonni, gormonlarni korreksiya qila olmasa, biz afsuski bemorni yo'qotamiz yoki juda ham chuqur yoki juda ham og'ir ahvolga kelib qolishiga sababchi bo'lamiz. O'zi aslida gipofiz adenomasi orqali halok bo'lish ko'rsatkichi o'zi aslida past. Menda aniq ko'rsatkich yo'q, o'lim ko'rsatkichi 1% dan ham kam. 1% dan ham kam. Lekin beparvo bo'lish orqasidan, ya'ni o'z vaqtida mutaxassisga murojaat qilmasdan, qo'shtirnoq ichidagi xohlaymiz, xohlamaymiz, baribir tan olishga majburmiz. Har bitta sohada baribir qo'shtirnoq ichidagi o'zini mutaxassislari bo'ladi. Hazil o'rnida, ya'ni aytib o'taman, hozirgi kunda internetda mashhur bo'layotgan bormi og'riq deydigan mutaxassislarning oldiga borib, mendan emas, Alloh shifo Allohdan deb deydigan insonlarning oldiga borishini oqibatida mana juda ham ko'p insonlarimiz so'ngiga borib chorasiz qolishyapti. Bu albatta achinarli holatlardan biri. Yaqinda men o'zim bir video yozuv tayyorlab, ya'ni sog'liqni saqlash vazirligi qayerga qarayapti O'zbekistonda, nega bunaqalarga bee'tibor bo'lyapti deb video joylagandim. O'tib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Like bosib qo'yinglar. Bu videomizga ham, u videolarga ham, bu videoga silkani opsiyasida qoldiramiz. Silkalarni opsiyasini ham qoldiramiz. Doktor Habibni o'zini ham YouTube tarmoqlarida hamda Instagram tarmoqlarida juda ham faol, har bitta o'zini klinik rezultatlarini YouTube tarmog'iga, Instagram tarmoqlariga joylab boradi va yana bir yutuq taraflari yoki plus taraflari desak bo'ladi. Doktor Habibda onlayn konsultatsiya ham mavjud. Ya'ni siz
Amerika yoki Koreya yoki Rossiya davlatida bo'lib turib, o'zingizni vataningizdagi yaxshi mutaxassisdan konsultatsiya olaman desangiz, doktor Habibni nomerlarini hamda Telegram usernamelarini ssilkada qoldirib qo'yamiz pastda. Bemalol o'tib, o'zingizni, ya'ni gipofiz adenomasi bo'yicha bo'lgan savolingiz yoki MRT snimkalaringiz bo'lsa tashlasangiz, albatta onlayn konsultatsiya qilib, har qanday yordamga tayyor insonlardan biri. Like bosing va kommentariy yozing. Ko'proq insonlarga foydali bo'lsa, albatta siz ham, biz ham savobga ega bo'laylik.